Bu videodan keyin custom shim sotib, $15,000 pul topishni o'rganib olamiz. Keyin hisoblab chiqamiz. Namanganda tikilayotgan custom shimlarni O'zbekiston hamma biladi, dunyo his qilyapti. U yerda custom shimlarni $30-35 dan olishingiz mumkin. Kelayunda xarajatlarni ham ko'rib chiqamiz va Valberisda nech puldan sotilyapti hisoblab chiqamiz. Valberisda sotilayotgan narxi $230, Valberis komissiyasi esa $55, logistika, ya'ni Valberisda xarajatlari $18. Valberisda xranina qilish uchun har bitta custom shim uchun $1,5, nalog uchun $2, reklama uchun $27, mayda xarajatlar uchun $3 yana ajratdim. Sof foydasi e'tibor beringlar, shunda $85 foyda qilgan. Shunda bu sotuvchimiz oyiga 175 ta bitta modelni o'zidan sotyapti. 175 tasi esa sof foydasi hisoblab chiqdim, $15,000 ga yaqin qolyapti. Shu yo'nalish bo'yicha custom shimda kirgan o'quvchilarimiz ham bor, yaqinda bitirib chiqishdi. Bir hafta 10 kun bo'lmasdan o'zi yuklash tovarlarni o'zi 30 ta 40 ta zakazlar tushishni boshladi. Siz ham custom shimchi bo'lsangiz, kommentariyaga market so'zini yozib qoldiring. Valberisda qanaqa qilib custom shimlarni sotishni to'liq ko'rib chiqamiz.